oktyabr oyida pensionerlar uchun 2500 ming so'mgacha pul olish imkoniyati haqida ko'p savollar tushyapti. Eng muhim masala shuki, hamma pensioner ham bu pulni avtomatik olmaydi. Lekin ayrim tuhfadagi fuqarolar bu imkoniyatdan bexabar qolib, o'ziga tegishli mablag'ni ola olmay yurishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga bu masalani oddiy tilda kimga tegishli, qayerdan aniqlash kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini batafsil tushuntiraman. Video siz uchun foydali bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha vaqtida bilgan odamga foyda beradi. Avval pensionerlarning ko'pchiligi pensiya faqat har oy belgilangan sanada keladi, undan tashqari hech qanday qo'shimcha pul bo'lmaydi deb o'ylardi. Aslida esa pensiya tizimida bir nechta yo'nalish bor. Oddiy yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy yordamlar bor. Kompensatsiyalar bor. Ayrim hollarda qayta hisob-kitob natijasida yig'ilib qolgan farq pullari bor. Mana shu narsalarni odamlar aralashtirib yuboradi. Hozir o'zgarayotgan jihat shuki, ko'plab to'lovlar, arizalar va tekshiruvlar elektron bazalar orqali aniqlanmoqda. Ya'ni avvalgidek faqat mahallaga borib, kimdir aytib bersa, shunda bilaman degan davr asta-sekin o'tyapti. Lekin bu yaxshi tomoni bilan birga bir muammo ham keltirib chiqaryapti. Ba'zida ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, hujjat eski bo'lsa, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lmasa yoki pensionerning huquqi borligi tizimda ko'rinmay qolsa, odam puldan vaqtincha bexabar qolishi mumkin. 2500 ming so'mgacha degan gapni ham to'g'ri tushunish kerak. Bu har bir pensioner oktyabrda aniq 2500 ming so'm oladi degani emas. Bu ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov, qayta hisoblash farqi, ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki bir martalik yordam umumiy hisobda shu miqdorgacha yetishi mumkin degani. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Bunday xabarlarda eng katta xato odamlarning hamma olarkan yoki men ham kutib o'tiraveraman deb o'ylashidir. To'g'ri yo'l esa o'z holatingizni tekshirtirish va sizga nima tegishli ekanini hujjat asosida aniqlashdir. Birinchi navbatda pensioner o'z pensiyasi qanday asosda tayinlanganini bilishi kerak. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir turmush o'rtog'i vafot etgani sababli boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Kimdir esa pensiya yoshi yetgan bo'lsa ham ashtaji kamligi sababli ijtimoiy nafaqa oladi. Bu toifalarning har birida qo'shimcha to'lov masalasi har xil ko'riladi. Ikkinchi muhim masala, pensiya miqdori oxirgi marta qachon qayta hisoblanganini bilish kerak. Chunki odam ko'p yillar ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin ayrim ish davrlari hujjatda ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, 1990 yillarda kolxozda, zavodda, maktabda yoki shifoxonada ishlagan davrlar mehnat daftarchasida bor. Lekin elektron bazaga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Shundayda pensiya kam hisoblangan bo'lsa, keyin hujjat topilib qayta hisoblanganda farq pul chiqishi mumkin. Ana shu farq ba'zan bir necha 100 ming so'm, ba'zan esa davrga qarab 2000 ming so'mdan ham oshishi mumkin. Uchinchi masala, pensionerning oilaviy va ijtimoiy holati. Yolg'iz yashaydigan pensioner, nogironligi bor pensioner, parvarishga muhtoj pensioner, voyaga yetmagan farzandi yoki qaramog'ida nogiron farzandi bor oila, bo'g'uvchisini yo'qotgan oila, kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turganlar alohida tekshirilishi kerak. Chunki bunday holatlarda nafaqat pensiya, balki ijtimoiy himoya tizimi orqali qo'shimcha yordamlar ham bo'lishi mumkin. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner ayol 1.200 ming so'm pensiya oladi. U ilgari 2 yil tikuvchilik fabrikasida ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 7 yil hisobga olingan. Keyin farzandi arxivdan ma'lumotnoma olib keladi. Pensiya jamg'armasi bu davrni tekshiradi va pensiya qayta hisoblanadi. Agar oyiga qo'shimcha 1000 ming so'm farq chiqsa va bu farq bir necha oy uchun to'lanadigan bo'lsa, pensioner birdaniga 1000 ming so'mdan ortiq pul olishi mumkin. Agar davr uzunroq bo'lsa, summa bundan ham katta bo'ladi. Yana bir misol. Samarqandda yashaydigan D2 yoshli ota nogironlik guruhi bilan pensiya oladi. U dori-darmon, parvarish, kommunal to'lovlar sabab qiynaladi, lekin kam ta'minlangan oila sifatida arza berishni bilmaydi. Farzandlari pensiya olayotgan odamga boshqa yordam berilmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri.
pensiya olish, ijtimoiy yordam olish imkoniyatini doim ham bekor qilmaydi. Agar oilaning umumiy daromadi, yashash sharoiti, tarkibiy va ehtiyojiy mezonlarga to'g'ri kelsa, qo'shimcha yordam belgilanishi mumkin. Shuning uchun pensioner men allaqachon pensiya olaman, demak boshqa hech narsa tegmaydi deb chetda qolmasligi kerak. Yana bir vaziyat. Qashqadaryoda bir pensioner onaxon turmush o'rtog'i vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqi borligini bilmay yuradi. U faqat o'zining kichik pensiyasini olib kelgan, keyin maslahatchi orqali tekshiradi. Ma'lum bo'ladiki, ayrim hujjatlar taqdim etilsa, u boshqa tartibdagi to'lov yoki qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda hamma holat individual tekshiriladi. Lekin asosiy dars shuki, huquqni bilmaslik puldan quruq qolishga olib keladi. Men birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lgan pensionerlarga o'z holatini tekshirtirishni maslahat beraman. Agar pensiyangiz atrofingizdagi o'xshash stajga ega odamnikidan ancha kam bo'lsa, sababini bilish kerak. Menga shuncha chiqibdi, demak taqdir shu ekan deb yurish to'g'ri emas. Pensiya hisob kitobida staj, ish haqi, imtiyozli davrlar, nogironlik holati, ish joyi, hujjatlarning to'liqligi juda katta rol o'ynaydi. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida eski yozuvlari bor, lekin u davrlar hisobga olingan-olinmaganini bilmaydiganlar. Ayniqsa sobiq xo'jaliklar, qurilish tashkilotlari, zavodlar, maktablar, tibbiyot muassasalari, harbiy xizmatga yaqin tashkilotlar, mavsumiy ishlar. Uzoq yillar davomida bir korxonadan boshqasiga o'tganlar ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan bitta arxiv ma'lumnomasi pensiya miqdorini o'zgartirib yuboradi. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironlik guruhi tibbiy xulosa parvarish ehtiyoji, dori-darmon xarajatlari, yolg'iz yashash holati alohida ahamiyatga ega. Bunday odamlarda faqat pensiya emas, boshqa yordam turlariga ham huquq bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun hujjatlar yangilangan bo'lishi kerak. Agar nogironlik ma'lumotlari eski, muddati o'tgan yoki tizimda ko'rmayotgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. 4-toifa yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Farzandlari boshqa viloyatda yoki boshqa davlatda bo'lsa, uyda doimiy yordam beradigan odam bo'lmasa, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali holatni rasmiylashtirish muhim. Chunki og'zaki men yolg'izman deyish yetarli emas. Tizimda bu holat tasdiqlanishi kerak. 5-toifa bank kartasi yoki pensiya olish usulida muammo bo'lganlar. Ba'zan pul tayinlangan bo'ladi, lekin karta bloklangan, muddati tugagan. Bank rekviziti noto'g'ri yoki pensioner boshqa manzilga ko'chgan bo'ladi. Odam esa menga pul berilmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun pul kelmay qolsa faqat kutib o'tirmasdan, darhol bankdan va pensiya jamg'armasidan aniqlash kerak. Agar sizning pensiyangiz muntazam kelayotgan bo'lsa, oxirgi yillarda qayta hisob kitob qilingan bo'lsa, barcha ish stajlaringiz to'liq hisobga olingan bo'lsa, qo'shimcha ijtimoiy yordamga ehtiyojingiz bo'lmasa va hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, vahima qilishga hojat yo'q. Lekin bu ham tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z pensiya ma'lumotini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki inson o'z puliga befarq bo'lmasligi kerak. Shuningdek, internetda bugun hamma pensionerga 2500 ming so'm tarqatiladi. Faqat telefon raqamingizni yozing, kartangiz raqamini yuboring, kod kelsa ayting degan xabarlar chiqsa, bunga ishonmang. Davlat to'lovi hech qachon Telegramdagi noma'lum odam orqali karta kodini so'rab berilmaydi. Bank kartangizning SMS kodi, PIN kodi, pasport rasmini noma'lum shaxslarga yuborish juda xavfli. Ko'p pensionerlar aynan shunday aldovlarga uchraydi. Endi eng ko'p tushunilmaydigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ekin bekul million so'mgacha degan ibora kafolatlangan summa emas. Bu maksimal yoki taxminiy chegarani anglatishi mumkin. Aniq pul esa sizning holatingizga bog'liq. Kimdir 2 million so'm olishi mumkin, kimdir 800 million so'm, kimdir 1 million 500 million so'm, ayrim holatda 2-500 million so'mgacha yetishi mumkin. Kimdir esa umuman olmasligi mumkin, chunki unga qo'shimcha to'lov asoslari yo'q. Ikkinchi nozik jihat, qayta hisoblangan pul hamma vaqt cheksiz davr uchun berilavermaydi. Qonunchilikda murojaat muddati, hujjat tasdiqlangan sana, huquq paydo bo'lgan vaqt, ariza berilgan sana kabi omillar bor. Masalan, siz 5 yil oldingi ish stajingizni bugun topdingiz. Bu topilgan hujjat pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Lekin to'lov qaysi sanadan boshlab qayta hisoblanishi alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun men 5 yil kam olganman, demak 5 yillik farqni birdaniga berishadi deb oldindan xulosa qilmang.
Uchinchi jihat. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar hisobida bu inobatga olinishi mumkin. Ishlayotgan pensionerning daromadi borligi oilaning umumiy daromadiga ta'sir qiladi. Bu pensiyani bekor qiladi degani emas, lekin kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam tayinlashda daromad hisoblanadi. Shu sababli arizada daromadni yashirishga urinmang. Keyin tizimdan aniqlansa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. 4-jihat bir uyda ro'yxatda turgan odamlar masalasi. Ba'zan pensioner amalda yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda o'g'li, kelini, nevaralari ham turadi. Tizim oilaning tarkibini ro'yxat bo'yicha ko'rib, umumiy daromadni boshqacha baholashi mumkin. Bunday holatda haqiqiy yashash holatini tasdiqlash uchun mahalla, tegishli organlar yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ular ro'yxatda turadi, lekin men bilan yashamaydi degan gapni hujjat bilan asoslash muhim. 5-jihat arxiv hujjatlaridagi xatolar. Eski hujjatlarda ism bitta harf bilan farq qilishi, tug'ilgan yil noto'g'ri yozilishi, familiya nikohdan oldingi yoki keyingi holatda bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Karimova Dilbar deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida esa Karimova Dilorom yoki Karimova deb ketgan bo'lishi mumkin. Bunday xatolar pensiya hisobiga ta'sir qiladigan hujjatni tan olishda muammo tug'diradi. Bunday paytda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar. Sud tartibida faktni aniqlash yoki arxivdan aniqlashtirilgan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 6-jihat. Pensioner vafot etgan bo'lsa, uning ololmay qolgan pensiyasi masalasi. Ba'zan odam vafot etadi, lekin oxirgi oy pensiyasi yoki tayinlangan qo'shimcha to'lov olinmay qoladi. Bunday holatda merosxo'rlar yoki qonuniy vakillar belgilangan tartibda murojaat qilishi mumkin, lekin bu ham o'z-o'zidan berilmaydi. Hujjat: qarindoshlikni tasdiqlash, o'lim guvohnomasi va boshqa ma'lumotlar talab qilinadi. 7-jihat. Plastik karta orqali olish va naqd pul orqali olish farqi. To'lov usuli o'zgarganda, ayniqsa bank kartasi yangilanganda, tizimda rekvizit yangilanishi kerak. Agar pensioner kartasini yo'qotgan bo'lsa yoki bank almashtirgan bo'lsa, eski karta orqali pul kelmay qolishi mumkin. Bu pul yo'qoldi degani emas. Lekin uni aniqlash uchun bank va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz bo'yicha ma'lumot oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, my.gov o'z orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bor. Agar o'zingiz elektron xizmatdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parollar va bank kodlarini hech kimga bermang. 2-qadam. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, nikoh yoki ajrim hujjatlari. Turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi, bolalar haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin asosiy qoida bitta og'zaki gap emas, hujjat ishlaydi. 3-qadam. Pensiya hisob kitobingizda qaysi ish davrlari hisobga olinganini so'rang. Masalan, siz 35 yil ishlaganman deb bilasiz, lekin hisobda 27 yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu farq qayerdan chiqqanini aniqlang. Agar mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin hisobga olinmagan bo'lsa, nima uchun olinmaganini so'rang. Muammo hujjat sifati, muhr, imzo, arxiv tasdig'i yoki tashkilot nomi o'zgargani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, hujjatlar tuman, shahar yoki viloyat arxivida saqlanishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. Masalan, 1904 yildan 1907 yilgacha Qarshi shahar 3 sonli tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman deb yozish kerak. Qancha aniq yozsangiz, hujjatni topish shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar siz yolg'iz yashasangiz, kam ta'minlangan bo'lsangiz, parvarishga muhtoj bo'lsangiz yoki oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasini ko'taring. Bu yerda men pensionerman, menga hech narsa tegmaydi deb o'ylamang. Sizning oilaviy daromadingiz, yashash sharoitingiz va ehtiyojingiz mezonlariga mos kelsa, yordam ko'rib chiqilishi mumkin. 6-qadam.
yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin natija bo'lishi uchun yozma ariza muhim. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya hisob kitobimni qayta ko'rib chiqishingizni, mehnat stajim va taqdim etilgan hujjatlar asosida qo'shimcha to'lov yoki farq pullari mavjudligini aniqlab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza topshirilgani haqida ro'yxat raqami yoki tasdiq oling. 7-qadam, javobni kuting va yozma javob oling. Agar sizga tegmaydi deyishsa, sababini yozma ko'rinishda so'rang. Yozma javob bo'lmasa, keyingi bosqichda shikoyat qilish qiyin bo'ladi. Yozma javobda qaysi qonun yoki tartibga asosan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Agar rad javobi tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki yuridik maslahatga murojaat qiling. 8-qadam, bankdagi holatni tekshiring. Kartangiz faolmi, muddati tugamaganmi, hisob raqamingiz to'g'rimi, pul tushgan-tushmaganini bankdan aniqlang. Ayrim pensionerlar SMS xabar kelmagan bo'lsa, pul tushmadi deb o'ylaydi. Lekin ba'zan SMS xizmati o'chgan bo'ladi, pul esa hisobda turadi. Bankdan rasmiy ma'lumot olish eng to'g'ri yo'l. 9-qadam, aldovlardan himoyalaning. Hech kimga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini, PIN kodini, pasportingiz rasmini, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini yubormang. Men pensiya jamg'armasidanman. Sizga 2500 ming so'm chiqarib beraman. Kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy to'lovlar bunday yo'l bilan rasmiylashtirilmaydi. 10-qadam, oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p ota-onalar, buvalar elektron xizmatlardan foydalanishni bilmaydi. Ular ariza yozishga, arxivga murojaat qilishga yoki bankdan ma'lumot olishga qiynaladi. Farzandlar pensiya o'zi keladi-ku deb befarq bo'lmasligi kerak. Bir marta hujjatlarni tekshirib berish ba'zan ota-onangizning oylik daromadini oshirishi yoki yig'ilib qolgan farq pulini olishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir muhim misolni aytaman. Bir pensioner ota million go'shmetr million so'm pensiya oladi. U 40 yil ishlaganman deydi. Tekshirilganda 8 yillik ish davri mehnat daftarchada bor, lekin ish haqi ma'lumoti yo'qligi sabab to'liq hisobga olinmagan bo'ladi. Arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi topiladi. Qayta hisob kitobdan keyin pensiyasi oyiga 220 ming so'mga oshadi. Agar farq bir necha oy uchun to'lanadigan bo'lsa, u bir martada million so'mdan ko'proq pul olishi mumkin. Bu mo'jiza emas, bu hujjatning kuchi. Yana bir holatda pensioner onaxon yolg'iz yashaydi, lekin uyda ro'yxatda farzandi ham turadi. Farzandi Rossiyada ishlaydi, amalda onaxonga yordam bermaydi. Tizim esa ro'yxatga qarab oilada qo'shimcha odam bor deb ko'rishi mumkin. Bunday holatda mahalla orqali haqiqiy yashash holatini aniqlashtirish kerak bo'lsa, ro'yxat masalasini tartibga keltirish kerak. Aks holda yordam tayinlashda muammo chiqadi. Shuni ham alohida ta'kidlayman. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Lekin asosiy yo'l bir xil. Hujjatlaringizni tayyorlaysiz, vakolatli organga murojaat qilasiz. Ariza berasiz, yozma javob olasiz. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qilasiz. Eng yomon yo'l esa uyda o'tirib boshqalarga berishni, menga berishmadi deb kutishdir. Oktyabr oyida pensionerlar uchun 2500 ming so'mgacha pul haqida gap ketganda, eng muhim narsa shuki, bu hamma uchun avtomatik tarqatiladigan bir xil pul emas. Bu ayrim pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov. Qayta hisob kitob farqi, ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Kimga tegishini aniqlash uchun pensiya hisobingizni, stajingizni, hujjatlaringizni, bank rekvizitlaringizni va ijtimoiy holatingizni tekshirishtirish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensiyangiz miqdori, ish stajingiz va hujjatlaringizni bir marta ko'rib chiqing. Ayniqsa pensiyasi past bo'lganlar, eski ish staji to'liq hisobga olinmaganlar, nogironligi borlar, yolg'iz yashaydiganlar va ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar bu masalaga befarq bo'lmasin. Sizning fikringiz men uchun muhim. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lov, qayta hisob kitob yoki yordam bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki ko'pchilik bilmagani uchun o'ziga tegishli pulni olmay yurishi mumkin.